Men yaxshi bo'lsam, avlodimning nima qizig'i bor sizga? Yomon bo'lsam, avlodimning nima qizig'i bor? Men o'zimni misol qilay. Kimni avlodi bo'lsam, nima qizig'i bor? Yomon odam bo'lsam, yoki yaxshi odam bo'lsam, avlodim nima qizig'i bor? Misol siz uchun yoki sizni hurmat qilishimda, siz bilan muomala qilishimda, siz kimni avlodi, siz nima qizig'i bor? Sizni kimligingiz e'tibor. Yaxshi odammisiz? Bo'ldi, tamom. Musulmonmisiz? Bo'ldi, tamom. Kim avlodisiz, kimsiz, nimasiz, kasbingiz nima, millatingiz nima, ijtimoiy kelib chiqishingiz nima, farqi bo'lmasligi kerak musulmon insonga. U avlodi bilan maqtanadiganlar bo'lsa, u ahmoqlik bu, bilib olinglar shuni. Avlodingizning qizig'i yo'q. Mani opa-dadam qori bo'lgan bo'lsa, menga nima daxli bor? U o'qat yegan bo'lsa, meni qonim to'ymaganmi? Uni qoriligi, uni taqvosi o'zi uchun opa-dadammi? Qiyomatda meni qutqarib qolmaydi uni taqvosi. Meni o'zim taqvo qilishim kerak. Men o'zim Qur'on yodlashim kerak. Ba'zi birlar bor-da, o'sha o'zini avlodi bilan maqtanadiganlar bor. O'sha davrda Payg'ambar alayhissalom davrlarida mushriklar shuna bo'lgan, kibrlik bo'lgan. O'tmishdagi o'sha alhaakumut takasur hatta zurtumul maqabir surasi o'shalarda o'sha ahmoqona qilig'i sababli nozil bo'lgan. U o'lib ketgan ajdodlarni qabrda yotganlari bilan ham faxrlangan ular. Men palonchini avlodiman. Yana qayta aytaman, nima qizig'i bor? Siz millatingiz nima, avlodingiz, nasabingiz nima, men millatim nima, avlodim nima, nasabim nima qizig'i bor bir-birimizga? Qizig'i bo'lmasligi kerak. Musulmonmisiz? Bo'ldi, tamom. Bir-birimizga qonimiz, jonimiz, obro'yimiz, pulimiz bir-birimizga harom.